Assalomu alaykum Chorroqa kanalining obunachilari va bizni kanalni muntazam kuzatib kelayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlar. Do'stlar, bugungi videomiz Namangan viloyati Chust tumanidan bo'ladi. Biz sizlarning e'tiboringizni shu yerda mana emblemini ko'rib turibsizlar. Velosiped sotish optim joyga kelganmiz. Xo'p. Toshkentdan mana Toshkent yo'li bo'ladi. Mana Toshkentdan kelishda chap tarafda o'ng kitobdan bitta aylanasizlar, burilib turib mana kirib kelasizlar. Namangan shahridan kelganda Nariyadan aylanib o'ngga burilib, kitobdan o'ngga burilib, sekin mana tarafga kirib kelaysiz. Mana shu o'ng tarafda joylashgan. Chustdan kelaysiz ham o'ng tarafda joylashgan. Do'stlar, mana emblemi yo'li bo'yib turibdi, adashmaysizlar. O'shada kitob kassa o'yini shundoqqina yonginasida joylashgan. Hozir ichkariga kirib, bu yerda har xil germanskiy, Xitoy va toza germanskiy, Germaniya shahridan olib kelinadi velosipedlar. Barcha ma'lumotini hozir ichkariga kirib, narx-navolari bilan qanaqa velosipedlar sotiladi, barcha ma'lumotini hozir ichkariga kirib, Sanjarbek akadan o'zlaridan so'rab bilib olamiz. Unda bo'lsa videoni boshladik. Do'stlar, mana biz ichkariga kirib kelyapmiz. Bu yerda ko'ryapsizlar, o'ta ko'p miqdorda Germaniya davlatidan olib kelingan mana velosipedlar, toza velosipedlar menga o'xshab yig'ishtirilgan holatda olib kelishadi. U undan keyin xohlasang mana shu holatdan sotilar ekan. Xohlasang unaga haligi shuni yig'ib qaytadan chiroylab yuvib tarab qo'yib qo'yishgan, shunaqa sotishadi. Hozir shularni barcha ma'lumotini Sanjarbek akaning o'zlaridan so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum Sanjarbek aka. Yaxshimisiz? Mazza yaxshimi? Rahmat. Sizlarga omad. Odamlar juda ko'p va velosipedni o'tib sezon boshlandi. Ha, xudo xolos. Uyasiga kelib qolamiz, velosiped sotadigan joy uyasiga. Anchadan kelaman deb yurdim, bugun ekan nasib qilgan ekan. Hozir endi shularning batafsil ma'lumotini, xarakteristikasi, qaysi davlatdan olib kelinyapti bu velosipedlar, qanaqa yangimi, eskimi, qanaqa sostoyanidagi velosipedlar. Hozir tushuntiraman. Bular Germaniya davlatidan keladi. Bular rabochiy holatda. Rabochiy holatda. Yangi emas. Yangisi ham bor, minilgani ham bor, har xil holatda keladi bular. Misol mashayda 600 ming so'mdan boshlab 1 million so'mgacha velosipedimiz bor. Yig'ilmagan holatda. Shu qanaqa kelganmiz, o'shanga yotib ekan hozir. Yali yig'ilgan emas. Bu qatorimiz ham shunaqa. Mana do'stlar, mana shu iplari bilan shu baylangan, qana haligi KAMAZga qana yuklangan bo'lsa, shuni tushirib qo'yilgan xolos, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, qayerdan boshlaymiz? Shu yerdan boshlaymiz bo'lsa, chunki do'stlar, videoni sal haligi 5-6tasini bir xil narxda aytib o'tib ketdim, chunki ko'rib turibsizlar, o'ta ko'p miqdorda bu yerda. Har bittasini tanishib o'tsak, o'ta haligi vaqt cho'zilib qoladi. Xo'p, qaysidan boshlaymiz? Sanjarbek aka, yuring. Ketdik. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, velosipedlarni. Velosipedlarni dunyosi desa ham bo'laveradi mana. Xo'p. Shu qasorimizda 700 ming so'mdan boshlab 1 million so'mgacha velosiped. Hammasi germanskiy hozir. Germanskiy sportivniy variantlari. Mana do'stlar, mana hammasi germanskiy velosipedlar ekan. 700 ming so'mdan 1 million so'mgacha. 1 million so'mgacha bo'lgan qator ekan mana. Xo'p. Buni nimalari, orqa haligi skoroslari, haligi tashqi haligi ko'rinishda ishlangan ekan, yopiq emas ekan. O'shanga narxi sal yengilroq. Ochiq holatda. Bularga bo'ladi. 1 million so'mdan boshlab 1,5 million so'mgacha bo'lgan velosipedlarimiz bor. 1 million so'mdan 1,5 million so'mgacha velosipedni topish imkoniyati bor ekan bu yerda. 28. Oyoq tormozli deysizmi? Sportivniy variant, qo'l tormozli deysizmi? Hammasidan bor. Hammasidan. Qo'yingki, turidan bor. Ha, turidan bor. Mana qatorimiz 26 razmer. 26 razmeri. Bolalar uchun. Podraskovoy razmerlarimiz beyda. Bu yerda ham xuddi shunday 900 ming so'mdan boshlab 1 million 300 ming so'mgacha bor. 900 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha bor ekan do'stlar. Mana. Bo'ldi. Gaplashdik. Masi ham chiroyli ekan, qarang do'stlar. Chiroyli. Buni nimasi qalinligini anaqalar ichida? 5 ta skorosi. Tormozlar ichidami? Bu oyoq tormozi. Apparat. Yeti sport apparat. Bular 1 million 300 ming. 300 ming so'm ekan do'stlar, mana shunisi. Bu ham germanskiy, mana germanskiy. Do'stlar, ramalari alyumin, amortizatori bor, generatori bor, diskalari alyumin. Orqa chaqlar 3 talik, bu yog'i 7 talik, общий gigabit skorosti bor.
20 skorosti. Holati ideal darajada. Ya haqiqatan toza ekan. Hech qancha minilmagan velosipedlar ekan-da, masalan. Hech qancha tozasi, vashi minilmaganlarni topsangiz bo'ladi. Juda ko'p-da, ko'ryapsizlar. Xo'p, bu qatorimiz qanchadan qanchagacha? Bu qatorimiz 800 ming so'mdan boshlab 1,5 million so'mgacha qatorlanadi. 800 ming so'mdan do'stlar 1,5 million so'mgacha ekan. Bu hali manaqa sportivniy sifat ekan-a. Bu ham подростковый kattalar minsa bo'ladi. Asosan shu молодежныйga moslangan ekan do'stlar. Mazin kerak bo'lib chiqadi. Aha. Do'stlar. Mana qarang, velosipedlarni ko'pligini. Ularni har bittasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsa, do'stlar 1 soat ham yetmaydi, to'g'risi. Hozirlik krupniy qilib. Aha. 1 million 300 ming so'mgacha bo'ladi. 800 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha. Qaysi biri 1 million 300 ming? Mana bir ko'rsatib qo'yaylikmi? Birortasini harakat. Mana shu 1 million 300 ming so'mga. Mana do'stlar amortizatori bor ekan mana. Uni nimalari ham Diskalar alyumin. diskalar alyumin. Bilasizlar, diskalar alyumin bo'lsa, velosiped yengilroq yuradi, yengil bo'ladi. 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming juda arzon do'stlar. Mana Xitoynikidan men olganman, 2 yil oldin 800 ming olgan. Uyga borguncha mana bo'ldlari bor, to'kilib ketdi, qaramanmi. Nimaga bunaqa bo'ldi desam, "Yo'q, qator olasizlar" deydi. Rangi ham juda go'zal ekan, qarang. Chiroyli ekan. Sezon kelyapti, juda mana rang. Yozda juda minishli bo'ladi-da. Bu vashi yengilmi? Qancha bo'ladi? 20 bitta skorosti bor. 20 bittaliga. Mana qorasi, sariqi. Ularni dinaminamlar hamma ishladimi? Bor. Bor-a? Samiqalarning hammasi o'zida kelgan, o'zidan radnoy narsalar. Mana skors almashtirganlar. Bu tormoz bu. Tormoz. Tormoz uchkalar, neobычный tormoz uchkalar. Hammasi qo'ydim. Ko'ryapsiz? Orqa nimalarni ko'ryapsiz? Skorslar. Motor. Bu narxi qancha dedik? 1 million 300 ming so'm kelishtirgan holda beramiz. Narx kami ham bor yana. Kami ham bor. Do'stlar, ham kam bor ekan. Kelaverasizlar, telefon ekrandagi shu yerga telefon nomerini qo'yib tursangiz, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Xo'p. Eng alaqasichi hali 800 ming dedingizmi? Arzoni. Eng Mashqatori kim? Eng arzon narsami? Bu ham zo'r ekan. Chiqib böyle minishga ham oson ekan. Motorlar bilan qanaqa ko'p charxlik, ko'p skorostlik, tormozlari, turganlar o'ynaydi ham bor ekan do'stlar. Do'stlar, mana ichkariga kirdik, ba'zi eng qimmat va eng zo'rlari ekan. Hozir shularni biriktasini xarakteristika bilan tanishib olamiz. Razmeri bular 28. Imенно shuni razmeri 28. Orasi keng, ochiq, katta yoshdagilar ham minsa bo'ladi, bemalol qiylanmay. Ramalar alyumin. Alyumin, ha? Alyumin rama mana. Kraskalar radnoy holatda turibdi. Oldi amortizatorlik. Amortizator. Hamma yaxshi, yurmagan-a, yaxshi. Generatori. Tok chiqarib beradi, faralar yonadi. Va diskalari alyumin. Keyin mana pedallar ham radnoy, zeshniklar. Qulf kalitigacha bor. Qulf kalit mana. Qulf kalitigacha bor. Bu qanaqa qulfini bor? Buni yoqsa mana buni qulflanadi hozir. Mana qulflandi. Hozir ochiladi. Mayda kalitlar bor bu taraf. Ha, buni qulflab ketilaveradi. Yopilib ochiladi. Mana Lexus apparat 7 talik. Bu degani 7 ta skorosi bor degani. 7 ta skor yopiq ishlangan ekan, ichki holatda motor ichida. Tormozi oyoqda 7 ta skoroslik. Mana shu mana diskalari alyumin. Mana do'stlar, alyumin nimasi alyumin ekan? Rama alyumin hisobiga yengil bo'ladi. Bagajlar ham mana ko'rib turganingizda germanskiy bular. Germanskiy. Sidenlar mana yumshoq. O'zi shu endi sizlarga qanaqa ko'rinadi? Sidenlar даже amortizatori bor mana. Uyda. Mana. Sidenlarda mana bitta amortizator bor ekan do'stlar. O'zi velosiped o'zimda qaragani bilinadi shu. Sifatli ishlangan. Germaniyani bilasizlar, mashina ham eng zo'r germanskiy bo'ladi. Xo'p. Yana qaysini? Mashinachi? Bu mana Citrus kartamiz bor. Bu narxini aytdingmi? Yo'q, narxi qancha buni? Narxi 3,5 million so'm. Do'stlar, 3,5 million so'm kam bor-a? 3,5 million so'm kam bor ekan do'stlar. Vaqti ideal ekan mana shu katta yoshliligi ham, shu подростковый ham minib ketaveradi. Eng qizig'i mana mashinasiga qiziqdi, mana alyuminiy ekan do'stlar, yengil bo'ladi. Maza qilib minasiz. Bu ancha miniladi. Buni bitta olganingizdan keyin zapchastlari qanaqa bo'lar ekan? Zapchasi topsa bo'ladi-a? O'zingizda bormi zapchasi? Zapchasi bor. Do'stlar, mana zapchasidan problem yo'q ekan. Citrus Start velosipedlarimizning podshosi.
Ha. Vitus tortadigan. Nima endi podshosi deydi bu eng Bu eng yumshoq velosiped. Ha. Bitta bu velosipedni mingandan keyin boshqa velosiped Tushungan odam o'zi men yaxshi tushunmayman do'stlar, endi tushungan odam bo'lsa mana shu eng zo'r deyishyapti. Ko'rgan odam sirazi bilar ekan. Ramalar alyumin. Aha. Kraskalar o'zini radno holatda turibdi. Amortizatori bor mana nima? Nima bor ekan amortizator? O'rtada amortizatori bor. И vilkada amortizatori bor. Vilkada amortizator bor ekan. Generatori bor mana. Generator dinamida, ha? Tok ishlab chiqarib ketadi. Mana alyumin diska mana. Alyumin. Do'stlar mana Xitoy alyuminiy emas, bu germanskiy. O'ta sifatli bo'ladi. Germaniya lekin ishlab chiqarishga juda kuchli bo'ladi. Litrlik apparat. Bu ham litrlik, ha? Shram litrlik apparat. Bu ham diskalari alyumin. Ha, do'stlar. Bagajlar radno o'ziniki. Bagajlar ham o'ziniki. Onları ham qimillamani qattiq ham darajada. O sindirlarni yumshoqligi qarang. Masalan, mana bu ham amortizator bor. Bu ham amortizator. Bu o'ynaganda bu qimillab turadi. Ha, bundoq bu o'ynab turadi. Mana. Tushunarli. Endi buni narxi qancha? 3 million so'm kelishga qoldi. 3 million kam bor ekan, o'zi kelishsa berishadi. O'sha bizning kanaldan esa yana kelishsa beriladi. Bu mol oqchi, oqi ham go'zal ekan. Yo'q, anundan, qizildan bu. Bu Citrustar. Bu boshqa narsa. Bu boshqa narsa. Bu bez amortizator. Yo'q, uni ha, bu bez amortizator. Oldida amortizatori bor, o'rtasida yo'q lekin. Bu 8 talik apparat. Lexus 8 talik apparat, oldida amortizatori bor, generatori bor, diskalari alyumin, faralar mana ikisini. Faralar bor, old setkasi ham bor. Old setkasi ham bor. Xitoylik setkalari ham nima, banalari chirib ketdi-ku pastga. Bu boshqa narsa. Boshqa bilaman, u germanskiy do'stlar. O'zingni bilasizlar. Narxi qancha buni? Narxi 2 million 800 ming. 2 million 800 ming so'm ekan do'stlar, mana rangi oppoqqina ekan, chiroyli. Ishlangan. Xo'p. Yana qaysilari? Velosipedlarimiz bu yerda mana shu xonamizda 1,5 million so'mdan boshlab 3,5 million so'mgacha bor. Ba'zi qiyin qimmatlar ekan-da. Eng qimmatlari mana shu biz bilan turgan joyda eng qimmat. Eng qimmatli mana shu xonaning ichidagi eng qimmatlar ekan. O'zi biriktasini o'sha aytayotgan xarakteristikani tanishtirdik. Hozir 1,5 million so'm deganingizni aytib qo'yaylik. Qaysi bir 1,5 million? 1,5 million so'm keladi. Mana do'stlar, mana shu 1,5 million so'mlik ekan mana. Xo'p, buni ham mana shu alyuminiy disk. Monosi alyumin emas-ku buni. Aka, disk alyumin. Aha. Ramalar temir. Temir. Ko'ryapsiz. Kraskalar ideal. Hech qanaqalik ulangan joylari yo'q. Do'stlar, ko'rsatdi tashqarida. Xuddi o'sha ahvolda olib kelindi. Ilgari unoq qilib esingizda bormi? Qadimda birinchi chiqishgan kesib olib kelganlar yig'ib turib. Yani svarkalarning izidan ketardi. Bu apparatda 4 talik. 4 skorisi bor. Diskalari alyumin, pakochkalari ham o'ziniki. O'ziniki. Sideniya. Hammasi o'ziniki ideal holatda. 1,5 million so'm kam bo'lgan. 1,5 million so'm kam bor ekan do'stlar. Xitoyga ham 800 ming 1 million bo'lyapti. Hozir endi 1 million bo'lgandim, men shu paytda 2 yil oldin 800 mingga oldim. Ozgina Qo'sh tumaniga o'xshab umri uzoqqa chidaydigan velosiped olgan ma'qul degan manzil Chus shahrida, shunaqa Toshkentda yo'llanishda joylashgan. Binolar ham yo'q ishlaydi, buni ham. Narxi 1,5 million so'm ekan do'stlar. Xo'p, ba'zi 3,5 million so'mdan 1,5 million so'mgacha bo'lgan velosipedlarni topish imkoniyati bor ekan shu Navesni ichida yana bitta xona bor ekan, o'sha yerda do'stlar. Turidan topib berishadi, endi har bittasini to'xtalib o'tsak, to'g'ri video o'ta cho'zilib ketadi mana. Velosipedni ko'ryapsizlar, o'ta ko'p miqdorda. Do'stlar, mana da qarang, klassik, retro deb qo'yar ekan, lekin kinolarda ko'rgansiz, qadim kinolarda qizlar minib yuradi, yengil. Akkuratni qilib, mana shundan bor ekan. Qarang. Ranglari ham o'zini rangi, ingichkilar, original. O'zini rangi. O'zini rangi. Rag'ni o'zini rangi. Ramlari ham alyumin. Boshqa oldi bagaj. Aha. Ramalar alyumin. Aha. Oldida generator bor. Diskalar alyumin. Pakrushka sariq ekan. Sariq, uni obishni o'zini. Yani klassik qadim veliliga o'xshaydi. 3 ta skorisi. 3 ta skorisi. Skorisi chidalmasa-da? Chidalmasa. Aha. Lexus apparatlarni. Lexus apparat? Mashina ularda eslayapsizmi do'stlar? Lexus. Diska alyumin, pakrushkalar radna o'zini sariq. Sabatlar, sabatlar ham kattagina. Klassik, juda chiroyli ekan masalan. Posonga minib yuraman desa, ya'ni bu bosadi ham, lekin chiroyli ekanda shahar ichida minib yuraman desa. Buni narxi qancha? Buni narxi 2,5 million so'm. Narxi 2,5 million, narxi zo'r ekan. Juda chiroyli ekan, qarang do'stlar. Pastda
o'ta mana qizigan uzunni. Men aka Xitoykini olaman, mana bunisi tikkaroq bo'lar ekanda. Velosiped oyog'im orqaga qarab ketib qolgandan bo'ladi-da. Bu qarang, juda chiroyli ishlangan. O'zimizga nimaga o'xshab? O'tirib olib ketyapsiz, men oyoqni tashlab. Xitoykini olaman, tikka turganga o'xshab oyog'im orqaga qarab qiynaldim anchagina. 2,5 million so'mdan do'stlar narxi. Hop. Do'stlar, mana sportli variant, tez yuruvchilarni xohlaydigan, tez yurishni yaxshi ko'radigan insonlar uchun ekan mana. Bu do'stim shaharlararo velosipedimiz. Shaharlararo uzoq masofaga yuradigan velosiped. Oti Pegasus. Aha. Mana bu скоростной переключательlari bor mana. Bu tarafda. Bu o'rtasiniki, bu narsa orqasiniki. Orqasiniki. Mana bu olib ko'rsatib berishim mumkin sizga. Aha. Do'stlar, bu shahardan shaharga shuni suv pulini bosib, shu hajiga ham jo'naveradigan velosiped ekan bu. Mana do'stlar, shaharlararo velosiped, oti Pegasus. Aha. Pegasus ekan oti. Endi mana keling naqon ko'rsataman sizga skoroson sistemalar. Bu skoroson sistema переключательlari bu o'rtasiniki. Mana bu narsa orqasiniki mana. Nima degansiz? Общий holati 20 ta skorosti bor. Oho. 20 ta skorosti ekan do'stlar. Uzoq masofaga shuni olib haligi diskalari alyumin, tekis bo'lsa bosaverasizlar. Generatori bor, kechqurun qaylanmasligi uchun chiroq yonish. Aha. Bu pastda mototsikl ekanda, to'g'ri motori yo'q ekan, o'zini bosib ketasizlar. Motori yo'q ekan xolos. Juda zo'r narsa. Yo'lga yaxshi ekan. Uzoq masofaga o'sha velosipedda boraman degan akalarga juda ma'qul keladi. Ham chiqib tushgan bo'lsin, ham o'tirib yurish ham olsin. Xohlasalar qo'llarini bir yoqqa oladilar, xohlasalar bir yoqqa olishadi. Har xil holatda ishlaydi mumkin. Mana do'stlar. Ham tez ham yuradi bu. Shaharlararo bo'lgandan keyin do'stlar, shaharlararo kattaroq skorostni qo'yib olasizlar, tekisroq joyga chiqib bosaverasiz degan ekan. Mana. Bu chiroyli ekan. Bu ham Germanskiya? German. German. Garantiyalari ham bormi? Dastavkani ham aytib keting. Dastavka qaygacha misol? Dastavkamiz Qoraqalpoqqa tayyordan olsa, misol murojaat qilsa, biz dastavka qilib beramiz. Dastavka qilib berasizlar. Ko'proq miqdorda olsa, ko'proq miqdorda ham Donabayni ishda olsa, Donabay bo'lsa, misol Qoraqalpoqqa bo'lsa, qanaqa bo'ladi u? Mana shu yerda o'zimizning moshinalarimiz bor, mana yuklanyapti mashina. Hozir sizga real ko'rsataman. O'sha yerda mashina bor, mana shoplardan qilyapti. Hozir bu mashinalardagi dastavkalarimiz Toshkentga. Toshkentga? Bu moshinaga chiqadigan dastavkamiz. Misol Toshkentga boradi, Toshkentdan Buxoro, Samarqandga uchadigan bo'lsa, Toshkentda yana bitta mashinamiz bor, Toshkentdan yuklab qarab. Voha. Hech joy yo'q. Ustima minmadimi o'sha? Minmadi. Bitta olsa ham dastavka qilib berasiz, Mana do'stlar, bunaqa imkoniyat bo'lishi mumkin emas. O'ta zo'r imkoniyat. Bitta dona misol telefon qilib mana Rossiyada ishlasizlar yoki bir o'zingizning shahringda qo'ni-qo'shningizda ko'rgansizlar, mashinadan modelidan bormi desani, ashuni topib, pulini o'tkazmalari har xil pul o'tkazmalar har xil holatda. Telegram qilib berishaveradi. Har holatda berilsa olaveramiz. Pastiga qilib mashinani berib olasizlarmi do'stlar, kilik qilib berasizlarmi, karta orqalimi, farqi yo'q ekan. Libo o'tkazmalari bor ekan. Mashina velosiped yo'qdi, meni qo'shnimda bor ekan, mashinadan bormi deb aytsangiz, bular telefonlashib, o'sha aytishadi, bor ekan aka deydi. Telegram guruhimizga kirib ko'rishib, Telegram guruhingizni aytib qo'ying o'zim. Telegram guruhimiz Choose Comfort deb yozsangiz chiqadi. Do'stlarimiz 97lik 3-1-54-48. Yana bitta bir raqamimiz bor, 88lik 251-54-48. Do'st, bunda Telegram ulangan masalaga? Telegram bor. Sherzodbek va Sardorbek desalaring. Do'stlar. Murojaat qilsalaring, xudo xolasa, velosipedlaringizni yetkazib beramiz. Velosipedni bekorga yetkazib bergan. U Qoraqalpoq bilasizlar 1200 km bo'lsa kerak bu yerdan. Bitta olsang ham dastavka qilib berishar ekan shu. Bunisida ko'rib turib, mashinadan desani, shu sizlarga mashina qilib dastavka qilib berishadi. Chunki bitta qilganda yo'l-yo'lakay tarqatib ketasizlar, sizlar Toshkent qilib, vohaga ketilaveradi. Do'stlar, mana. O'ta ko'p miqdorda ko'ring mana. Do'stlar, agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab, shu mana shu videomiz ko'proq insonlarga yetib borishiga
o'zingni hissangni qo'shib qo'yinglar. Mana kelaverasizlar. Unda bo'lsa do'stlar keyingi videolargacha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qolaman. Ekran tagiga telefonlarga aloqa chiqaverasiz do'stlar. Sog' bo'linglar.